Assalomu alaykum aziz obunachilar. 40-turimiz Glomniy prizi Cobalt avtomobilimizni mana birma-bir topshiryapmiz. Assalomu alaykum aka. Sizingiz yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Qayerdan keldingiz? Paxtavoddan, Andijonda Paxtavoddan keldim. Jo'rayib Sardor akasini. Kim o'ynaganda? Sardor ukam hammasi ishlaydi, qurilishda ashta o'ynagan. Telefon qilgandim Sardor. Telefon qildi. Nima dedi? Men Glomga chiqdim, ha. Cobalt dedi. Xursandchilik bo'ldi. Ha, xursandchilik uyda yaxshi bo'ldi. Mana aziz obunachilar, akamiz nomiga shot spravka. Mana aziz obunachilar, kaltiga yaxshi kunlarga mening. Hammagidan omon o'ttirsin. Bir musofirlarga, Musofirlar hammasi olaylar, omadinglar bersin. O'ynaylar, ishonchli o'ynagan. rahmat. Sog' bo'ling. Omadingiz bersin. 40-turimiz Glomniy prizlari mana Cobalt avtomobillarini mana birma-bir topshiryapmiz. Assalomu alaykum opa. Sizingizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Qayerdan keldingiz? Andijon viloyati Jalaquduq tumani Oyim qishlog'idan. Ular u taraf Chamam chempionlar mahallasi bo'lib Xudo xolasa, xudo xolasa. Kim o'ynagandi o'yinimizni? Xo'jayinim Marbjon o'ynagan. Telefon qilgandir mana aka. Telefon qilib aytaman. Mana shunaqa dod ishonmay, xursandchiligimizdan o'zimizga sig'may, Xudoga shukr yetkazganiga. Endi o'z nomingizga chiqdi mashina. Xudoga shukr. Mana aziz obunachilar, opamizni nomiga chiqdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana kalitni opamiz qo'llaydi. Topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga mening. Rahmat, sizlar ham sog' bo'linglar. Aytganingiz kelsin. Sizlar ham sog' bo'linglar. Hamisha elda xizmatida yuraveringlar. Hammaga omad tilayman. Mana shunaqa xursandchilik kunlarda hamma yutib olishlikni nasib qilsin, hammaga nasib qilsin. Sizga ham rahmat. Omadinglarni bersin. Rahmat sizlarga. Polvon, qalaysiz? Sizimisiz? O'g'lingiz o'ladi. O'g'lim. Dadangiz telefon qilgandi. Nima dedi telefon? Senga mashina olib qo'ydim dedimi? Endi uylaymiz endi. Ha, keling Pavla. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. To'yga to'yanib bo'ldi. Rahmat. Bizni to'y qilyotgandik. Inshaalloh. Yaxshi kunlarga meninglar. O'zinglar ehtiyot qilinglar. 40-turimiz Glomniy prizlaridan Cobalt avtomobilimiz mana topshiryapman birma-bir. Assalomu alaykum tog'a. Sizimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qayerdan keldingiz? Buxoro viloyati. Buxoro viloyati. Kim o'ynagandi o'yinimiz? O'g'lim. Telefon qilgandir akamiz. Nima dedi telefon qilib? Cobalt mo'shin. Yutdim dedi. Nomingizga chiqdi. Mana aziz obunachilar, tog'amiz nomiga chiqdi. Yaxshi kunlarga mening. Mana aziz obunachilar, kalti topshirdim. Yaxshi kunlarga mening. Doim tagidan shamol o'tib tursin. Rahmat. Musofirlarga. Rahmat. Sizlarga Xudo tinchlik bersin. Sizlarga omad bersin. Ozgina kutib qoldingiz. Rahmat, gap yo'q. Hech qisi yo'q. Endicha mana shunaqa yerga. Sog' bo'ling. Hammasi rost. O'ynanglar, yutinglar. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Mana assalomu alaykum. O'g'lingiz yutdi. Telefon qilgandir shu kuni akam. Nima dedi telefon qilib? Cobalt yutdim dedi. Xursandchilik bo'ldimi? Xursandchilik. Yaxshi kunlarga meninglar doim. Musofirlar yaxshi ishlasinlar. Men o'zbek tilini gapirib bilmayman. O'zcha gapiravering. Musofir bagajdagi bir choy yutmish kuni Xudodan hamd yat. Bu choy mana bityat. Da shu men Xudodan hamd yat ko'ratomda. Sizga ham rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Keling endi. Siz assalomu alaykum. Kim bo'lasiz? Men ukalar bo'laman. Bara akam aytgandir. Ha. Mashina yutdim dedilar. Ishonmadingiz. Ya, endi ko'rdik, keyin ishondik. Kimdagilar kelishdi, mana oldik. Rost ekan o'yin. Hammaga tavsiya qilamiz, zo'r. Ishonchli mana mashinani berib, xursandchilik bilan kutib oldilar. Rahmat sizlarga ham, ishlarga omad. Sizlarga ham rahmat. Yaxshi kunlarga meninglar. Mayli. Keyin safar o'zim boraman. Xudo xolisa. 40-super turimiz Glomniy prizlari Cobalt avtomobillarini mana birma-bir topshiryapmiz. Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Qayerdan keldingiz? Biz Namangandan, Chuqurg'on rayonidan, Qayq qishlog'idan keldik. Ikkinchi marta kelishingiz. Ikkinchi marta kelishim. Birinchisida Jetaura olib ketyapsiz. Birinchisi Jetaura olib ketdik. Endi ikkinchisida mana meni o'g'lim tug'ilgan kunimga Cobalt sovg'a qildi. Rahmat. Numara tushgan 25:05 tug'ilgan kunlari. 25-kun. 25-kunga. Mana aziz obunachilar, xonamiz nomiga chiqdi. Mana o'ynayni sizlar ham Xudo xolasa yutasizlar. Mana sog' bo'ling. Mana aziz obunachilar, akamiz onalariga topshiryapmiz. Rosa ekan bu o'yin. Xudo xolasa sizlar ham yutasizlar. O'ynayni. Ilohim kuch-quvvat bersin hammaniga, ilohim. Omadingiz bersin. Rahmat sizlarga ilohim. Umringiz uzoq bo'lsin. Nomiga o'tdi, chiqdi. O'yinni tashkil qilgan hamma tanjani sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' salomat bo'ling. Aka, assalomu alaykum. O'zingiz o'ynagan? O'zim o'ynagandim. O'zim borib olaman deb qiladi. Chempionsiz. Dovaskin Qayerda edingiz? Moskvaning Lipetskiy viloyatida. Lipetskiyda bir musofirlarga tilaylaringiz bo'lsa bildiring. Endi musofirdagi Lipetskiyga alangani salom, kattakon rahmat ishonib pul tikib o'ynaganing uchun hamma yursin. Tashigan pulga rozi bo'lsin musofirdagilar. Sizga ham rahmat aka. Omonatingizni topshirdim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu 40-super turimiz Glomniy prizi mana Cobalt avtomobillarini topshiryapmiz. Assalomu alaykum aka. Sizingizsiz? Sog'ligingiz yaxshimi?
Qayerdan keldingiz aka? Men shu. Dalmamet Moskvadan keldim. O'zim asl surxondaryolik, Termizbon Uchquzildanman. O'zim borib olaman deb niyat O'zim qildim. borib olaman deb niyat qilib, mana shu yerga ertalab keldim. Soat 5. Mana aziz obunachilar, akamiz nomiga chiqdi Cobalt. Mana aka tabriklayman. Mana aziz obunachilar, kaltini mana akamiz qo'llarga topshiryapmiz. Doim sog' bo'ling aka. Obunachilar rozi bo'lasizlar. Chiqmaganlar faqat sabrda. Sizga rahmat aka. Doimdagidan shamol o'tib tursin. Rahmat. Sog' salomatlikda ko'rishaylik. Rahmat. O'zingiz ehtiyot qiling. Endi bemalol uyga boraverasiz aka. Inshaalloh. Xudo xolasa. Omadingiz bersin aka. 40-turimiz Glamniy prizlari Cobalt avtomobillarimiz mana birma-bir topshiryapmiz. Assalomu alaykum. Soatingizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshi kelib oldingizmi? Yaxshi keldim. Qayerdan keldingiz? Quvasoydan. Quvasoydan. Kim o'ynagandi o'yinimizni? O'yinimizni kim o'ynagandi? O'g'lim o'ynaydi. Telefon qilgandir barash. Nima deydi telefon? Dada, sizga Cobalt yutdim, atab qo'yuvdim, mana shu nima qilib niyat qiluvdim dedi. Sizga olib beraman deb o'ynadim oxirigacha shunday bo'ldi dedi. Sizga padarka. Padarka. Nomingizga o'tdi. Nomingizga chiqdi. Chiqdi. Mana aziz obunachilar, tog'amizni akamiz yutuvdi, dadasiga padarka qilgan ekan. Yaxshi kunlarga mining. Doim tagidan shamol o'tib tursin. Sog' salomat bo'ling. Yana ko'rish nasib qilsin. O'zingiz ehtiyot qiling. Bir musofirlarga sizlarga ham rahmat. Bir musofirlarga tilaylaringiz bo'lsa. Endi musofirlarni nima deyman endi o'ynasin. Yaxshi o'yin mana ikkinchi marta o'zgartiribdi mana o'g'limda misol ikkinchi marta mana o'ynayapti, haligacha o'ynayapti oxirigacha. Shu sog' bo'lsin, o'ynasin yaxshi, bu ishonchli o'yin. Shu nima deyman? Omadingiz bersin. Yana ko'rish nasib qilsin. Oqa yo'q. Yaxshi boring. 40-super turimizda Gramniy prizlaridan $5000 mana akamizga topshiryapmiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi kelib oldingizmi? Qayerdan keldingiz aka? Qoraqalpog'istondan Beruniy. Kim o'ynagandi o'yinimizni? Ayolim o'ynagandi. Va yonida edi shekilli, gachami? Yo'q, yonida emas, O'zbekistonda edim. Telefon qilgandir opam. Ha, telefon qildi, xursand bo'ldi. Xursandchilik Qo'l yutdim deb. Sizga ham rahmat. Mana aziz obunachilar, 40-turimiz Gramniy prizi $5000 da mana akamni qo'llariga topshiryapmiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Hech qachon tugamasin. Rahmat. Musofirlarga tilaylaringiz bo'lsa. Hamma obunachilarga o'ynanglar, yutinglar. Hammangizga rahmat. 40-turda o'ynagan hamma obunachiga omad tilayman. Hammasi rozi bo'lsin. Sizga ham rahmat aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, 40-super turimiz Gramniy priz mana Cobalt avtomobillar birma-bir topshiryapmiz. Assalomu alaykum tog'a. Assalomu alaykum. Qayerdan keldinglar? Andijon viloyati Ulug'nor tumanidan. Kim o'ynagan o'yinimiz? O'yinimizni ukamiz o'ynagan. Balki telefon qilgandir akamiz. O'sha kuniyoq yarim kechasi ana zapisini jo'natdi. Shu 40-turda 964 raqamli sonli biletidan Cobalt avtomobilni yutdingiz dedi. Shu ishonch bo'ldimi aka? Ishonch bo'ldi albatta. Mana o'sha aytilgan pozitsiyasini ham, rangini ham o'shani o'zida aytishdi. Xuddi o'sha narsani kelib oldik mana, xudo xolasa. Nomingizga o'tdimi aka? Meni nomimga o'tdi. Mana aziz obunachilar, akamiz nomiga o'tkazdik. Mana mashinani topshiryapmiz. Doim tagidan shamol o'tib. Rahmat sizlarga ham. Nimaga yaxshi niyat qilgansiz, niyatingizga yeting aka. Rahmat. Bir tilaylaringiz bo'lsa musofirlarga. Endi musofirlar mana o'yini haqqoniy ekan, o'zimiz ko'rib guvohi bo'lib turibmiz. Olinglar biletni, o'ynanglar, yutinglar. O'yin haqqoniy mana aytgan haligimizni oldik. Hammaga chiqsin aka. Hammaga chiqsin. Avval o'ynash kerak edi, chiqishdi. Sizga ham rahmat. Yaxshi yetib oling. Yaxshi kunlarni ko'rishingizdan nasib. Sizlarga ham katta rahmat. Keyingisida o'zim boraman. Xudo xolasa Jetavur ham yutamiz degan maqsad. Aka, Mayli, hammalariga. kim bo'lasiz? Men ukam bo'ladi, ikkovimiz aka-ukamiz, men bundan. Eshitganmisiz? Eshitdim, ukamiz yutib oldim, shuni borib olib kelinglar aka-ukalar dedi. Kelib. Rahmat. Rahmat. Shunaqa yaxshi kunlar. Rozi bo'lib qo'yinglar, o'ynaganlar. Rozi. Barcha ana bilet olib, pul tashlagan barchalar rozi bo'lib qo'yinglar. O'ynanglar albatta sizlarga ham chiqadi, xudo xolasa. Yaxshi yetib olasizlar. Oqa yo'l.